Assalamu alaykum kanalımız kuzatuvchilari, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahrida Xanqa yo'lida Bebimit klinikasining arkasında 2 qavatli podключ hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Eshiklarimiz teshchalari qilinib turibdi. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q bu yerda. Girish darvoza eshiklarimiz ham chiroyli eshiklardan qo'yib qo'ydilar. Fazadlari однотонный fonda qilinib turibdi. Bog'chasi, maktab ham yaqin, yo'l ham yaqin yurtdoshlar. Biz şu joylarimizni, hovlimizni bir yandan görüp sizler bilen tanışıp ötemiz. Podключ qilinib turibdi. Gazı, sveti, suvi, hamma narsasi tayyor joyimiz. Bismillah. Giramiz, girganimizdan dalanimiz ham 4 metre bir 6 metre razmerda. Devorlarimizni oboydan qilib qo'ydilar, patologlar plastik qilinib, lyustralarimizni ham qo'yib qo'ydilar sizlar. Oyoq teramiz laminat pollari qilinib turibdi. Profildan registrlarimiz bor. Girgandan o'ng tarafda demir katyonlar ega. Registrlarimiz, kafeleri qilinib turibdi. Girish eshiklarimiz bo'ladi. Suvimizga filtrlar ham qo'yib qo'ydilar, o'chiruvchilar ham tayyor. Sizlar doğru gelip girib yashagan joyimiz. Oyoq terlar ham pollar laminatlardan qilinib turibdi. Zor narxda, sizlar narx ham zo'r. Birimiz oshxonamiz, bir tarafimiz ikinci etaja chiqish lestnitsamiz bo'ladi. Birimizdan oboydan chiqarib qo'ydilar. Gaz plitamiz, kuxonniy mebelimiz, mo'ykamiz bor. Lestnitsamizni teyindan biz o'tib qarash qilib bersangizlar, bir midachida qo'yish mestasi bo'ladi. Bu tarafda sanuzeli, eshiklarimiz alyuminiyamlardan oyoq terlar kafellar qilingan. Patologi devorlarimiz plastik qilinib turibdi. Vannasi, unitazi bor, ariston ham bor ekan, sizlar. Gelip tolga bir yerde yaşaş gerek. Bir yerde bak tarafımızdan isteshchilarni qilib qo'ydilar. Biz spa qo'yib o'tirsanizlar bo'ladi. Shashlik pashlik pishirmagan, mesajlar getirilgan. Gaz plitalar ham hamma narsasi tayyor. 2 xonali kvartiradan yaxshi izlab beramiz. Doğru gelip girib yashagan podключ hovli joyimiz. İkinci etaja chiqishlarimiz, devorlar ham oboydan chiqib turibdi, patologlar plastik qilingan, lyustralarimiz ham bor. Bu tarafta spannimiz, onun tarafta zalımız oladı. Eşiklerimiz MDF eşiklerden boladı. Çift tarafımız spannimiz, birimiz 3 metre, 4 metre razmerda spannimiz. Aboydan çıkıp tuttu, patologla plastik kılıngan. Aynalarımız tahta, ramı işli aynalardan boladı. Profilden registrlerimiz bu. Ayak terimizi krasça vurup çıraylı kılıp koydular. Bu tarafımız zalımız. Dokumenti 100% tayarlayızda. Doğru gelip adınıza öteden tayar joyimiz. Birimiz 4 metre 6 metre razmerda zalımız buladı. Aboydan çıkıp tuttu. Aynalarımız köşe tarafa qaragan, profilden registrlerimiz taşak getirilgan. Patologlar plastikten qilinib, lyustralarımızdan qo'yib qo'ydilar. Sizlar Urganch shahrida Xanqa yo'lida Bebimit klinikasining arkasında 2 qavatli hovli joyimiz podключ. Doğru gelip girib yashagan kvartiramız sizlar. Gelip doğru yaşayasizlar. Dokumenti 100% tayyor. Narxına gelen olsak, narxı 400 milyon so'm sizlar. Hech narsasidan muammosi yo'q. Dokumenti tayyor, doğru adınıza öteden tayyor hovli joyimiz oladi. Sizlar ekrandan nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Tushunmaganlaringiz olsa tushuntiramiz, aytib ko'rsat desangiz aytib ko'rsatamiz ham. Tayyor hovli joyimiz. Shoshilib qolamiz. Sizlar kimda kim niyat qilgan olsa niyatini yetsin deymiz. Ramazon oyida hammaga sog'lik, salomatlik tilagan holda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha omon bo'ling.